Smartfon bolaga ta'sir qilyapti. 20 ta davlat olimlari o'tkazgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hozir kichik yoshdagi bolalar ekran qarshisida me'yordan ortiq vaqt o'tkazmoqda va bu ularning nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir qilmoqda. 4 yoshdagi 1878 nafar bola ustida olib borilgan tahlillarga ko'ra, bolalar kuniga o'rtacha 1 soatdan ko'proq vaqtni telefon yoki televizor qarshisida o'tkazadi. Ko'pincha televizor shunchaki fon sifatida yoqib qo'yiladi. Natijada bunday bolalarda so'z boyligi kamroq bo'ladi, gapirish kechikadi, nutq rivojlanishi sustlashadi. Ayniqsa COVID-19 dan keyin bolalarning ekranlarga bog'lanishi yanada kuchaygan va bu holat hissiy rivojlanish hamda o'zini nazorat qilish qobiliyatiga ham ta'sir qilishi aniqlangan. Shu bilan birga tadqiqot ijobiy jihatni ham ko'rsatdi. Agar bola kitob o'qisa yoki ota-onasi bilan birga nimanidir tomosha qilsa, uning nutqi yaxshiroq rivojlanadi. Muhim jihat, ekran vaqti motorikaga deyarli ta'sir qilmaydi, ammo nutqqa sezilarli ta'sir qiladi. Pediatrlar tavsiyasiga ko'ra, 2 yoshgacha bolalarga umuman ekran bermaslik kerak. Undan keyin esa faqat qisqa vaqt va kattalar nazorati ostida foydalanish tavsiya etiladi. Muammo gadjetda emas, balki uning haddan tashqari va nazoratsiz ishlatishda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.